Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 2025-yil 16-iyun sanasi Ulug'nor tumani Ulug'bek mavqeida joylashgan 167-kontirga yetib keldik. Bu kontirimizda hozirda sholi mahsuloti ekilgan. Bu yerimizda hozirda asosiy yer maydonimiz 9 gektar sarson sotiq bo'lib, bunda 55 nafar fuqaro mavjud bo'lib, yerimizning asosiy uzunligi 350 metrga, ya'ni 200 metr tashkil etadi. Yerimiz hozirda sholi mahsuloti bo'lib, shollar yetishtirib kelinmoqda. Yerimizning asosiy joylashgan joyi Ulug'nor tumanidan Uchko'prik yo'lida yurishda o'ng qo'lda joylashgan bo'lib, yo'lda bo'yida chekka terak bilan o'ralgan. Chap tarafida terakzor zavur, etak tarafida teraklar bor. O'ng tarafida terak mavjud bo'lib, yerimizning hozirda korporativi Ulug'nor agro xizmat bo'lib, Ulug'nor agro xizmat tomonidan yetarlicha shart-sharoitlar yetkazib kelinmoqda. Hozirda Ulug'nor agro xizmat tomonidan 55 nafar fuqaromizga mahsulotlar yetishtirishga ko'maklash kelmoqda. Yerimizning gektariga 12 tonnadan sholi mahsulot yetishtirish ko'zda tutilgan. 12 tonnadan sholi mahsulotini yetishtirib aholimizga taqdim etish niyatdamiz.